Islom Makhachev Gerri jangi hozirgina yakunlandi va sizlar yoqtirmaydigan bitta gapni aytaman. Aytgan edim, jang islom uchun oson bo'lmaydi. Men kimdir yutadi, kimdir yutqizadi deb aniq aytmaganman. To'g'ri, islom yutishi mumkin, lekin qiynaladi deyilgan. Haqiqatan ham islom juda ham qiynaldi. Stoykada ancha o'sganligini ko'rdik. Low kicklari zo'r o'tdi Islom Makhachevni ko'rdinglar. Klassik, bam o'ng bokovoy, bam chap oyoq. Boshga zo'r o'tkaza oldi. Klinchdan keyin Gerri kutmaganida bunaqa zarba beradi deb va knockdown. Xo'p, birinchi, ikkinchi raundni Islom oldi, 3-chi, 4-chi raund adashmasam Gerri olgan bo'lish kerak. Endi 4-chi raund sal savol ostida. 5-chi raund hal qilib ketdi deb o'ylayman. 5-chi raundda shu bitta Gerrining qilgan xatosi tajribasizligi deb o'ylayman. Bu tajriba yo'qligidan, Islom Makhachev qanchalik tajribali ekanligidan darak bo'ladi. Bitta brasok va Islom Makhachev kontrol bilan olib ketdi jangni. Va juda ham haqiqatan qiyin jang bo'ldi. Juda ham qiyin jang. Taktik jihatdan ham ko'rdinglar, qanaqa nazorat qilyapti Gerri, qanaqa middle kicklari zo'r o'tyapti. Islomning shunday korpusiga middle kicklari o'tib ketyapti. Islom Makhachev low kicklari menga juda ham yoqdi. Endi high kick tepganini ko'rganmiz, low kick вообще ham chiroyli chiqdi. Yarim low kick, yarim calf kick deymiz, ichki. Va kurashdan yaxshi himoyalandi. Hattoki burniga ham jarohat bera oldi. Ajoyib jang. Bunaqa janglar ko'pchilik yoshlarga, masalan, MMA ga qiziqadigan biz masalan hozir trenerlik ham qilamiz. Bizga ham juda ham dars bo'ladi. Chunki islomning usuldan usulga o'tib ketishi, Gerrini qanaqa qilib usullarga qarshi ishlayotganligi bizga juda ham qiziq. Masalan, Gerri holatga tushganida bo'yinni dars uslubiga bilasizlar, Makhachev yaxshi oladi. O'sha usulga bermaslik uchun qanaqa qo'llari bilan harakat qilyapti, oyoqlari bilan qanaqa harakat qilyapti, oyog'ini qornidan to'liq o'tkazib yubormaslik uchun. Mana bular menga juda ham qiziq bo'ldi. Va albatta islomni brasokdan brasokka o'tishi, ya'ni usuldan usulga o'tishi menga juda ham yoqadi. Bitta usul o'xshamadi, ikkinchisiga o'tyapti. Men do'stlar, dinni aralashtirmanglar. Musulmonga valid qilmading, unaqa. Men unaqa fikrlamayman. Men albatta alhamdulillah musulmonman, lekin men bunaqa fikrlamayman. Sport shunaqa narsa. Bu yerda din, qanaqadir bir siyosiy narsalar o'ynamaslik kerak. Bu yerda faqatgina bu yerda sportchilarning mahorati o'ynash kerak. Juda ham chuqur mavzu bu narsa. Shuning uchun dinni aralashtirmanglar do'stlar. Din hamma o'zini qalbida va sport o'zi sport uchun. Men Ian Gerriga ham islomga ham valid qilganman. Bu yerda men jang menga qiziq bo'ldi va haqiqatan jangdan men xohlagan emotsiyalarimni ola oldim. Sizni fikringizni kutib qolaman.